Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Yaxshimisizlar? Hammalarni bayraminglar bilan. Mana mani gullarim. Mana aglanyamam. Asa kichkina edi, mana shuncha barg ochib chiqdi. Halam yarim teplechka qilib, endi o'rgatyapman, og'zi ochiq turibdi. Mana bu zin bitta qoldi. Drakon bor, dekabristlar bor. Bu kaktuschadan bor. Sanseveriyam. Bu ham zamik. Bu egzotikalar. Mana Eucharis. Amazonskiy liliya. Mana bular egzotikalar. Mana ko'paytirib tashlagandim 1 oy oldin. Mana ikki tomirlar. Hammasi o'sishni boshlagan. Uchlari chiqib yotibdi. Egzotikalar sotiladi. Mana zenzilarimni chirinka qilib qo'ygandim. Mana sizlarga natijasi. Manaki qancha o'sdi. Uchta, 4ta bargcha bo'lib, tagida katta kartoshka paydo bo'lgan. Bunaqa zenzini, bunaqa yo'g'on tanasini ko'paytirgandim kesib, videomda oldingi videolarda. Mana shu natijasi. Katta bo'lib qolgan. Bu golland zamyamdi. Mana bular detkalari. Mana bu 3ta detkachasi bor. Bu ham amazonskiy liliya. Mana yonidagi piyozcha. Buni alohida ekib qo'ydim. Mana bargi chiqardi. Men bular tomirini chiritib qo'ygandim. Perlitga solib, tomirlatib, mana yaqinda bunaqa gruntga o'tkazdim. Mana perlit, vermikulit. Shu mayda pashshacha paydo bo'ladi. Mana shular. Shu gulla qolgan. Mana bu pedilantus gulim. Buni nimaga quyoshdan pastga bir qo'ygandim. Rosa egilib qolgandi. Mana bu boshi bunday rosa egilib qolgandi, qayrilib. O'z quyoshda yaxshi ko'rar ekan. Quyoshga qo'ydim, yana boshini ko'tarib, mana yana o'sishni boshladi. Mana bu malacha, yana qanaqadir turi. Buni ham tomirlatishga qo'yilgandi. Mana tomirlari chiqib qoldi. O'z suvga tomirlatib ekib qo'ydim. Bu qanaqadir hovlining noyob guli ekan. O'zinida 4taga bo'lib ekdim. Ustidan mana bunaqa bolachalar chiqardi. Bu ham pedilans. Malachay. Mana bular kala. Tuvakka ekib qo'ydim, o'sishyapti. Mana bu egzotika, mana ko'paytirganlarim mana yana o'sib yotibdi. Barglari chang bo'layotibdi. Hozircha shu gullar. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.